Xo'p akalar, bugun mana 4-oktyabr. Ot sovut yurgandim. Bir 2 kun minmagandim. 5 kilometrda otdan bo'yin ter chiqdi. Birinchi quloq ter chiqdi. O yurganni qaysi bo'lgan joylarini ko'rsani. Ot terlagani bilinadi. Ot segiz xislayapti. Birinchi o'chirdi, bezovta. Hozir axlat qilgisi keldi. Terlaganda mana shunaqa mumkin isib ketdi. Hozir 25 gradus bo'lyapti. Ot sovuti yurganida masalan kimdir salqinda minadi, kimdir issiqda minadi. Issiqda ot bezovta bo'ladi. Ozgina bo'yin ter chiqdimi, otni to'xtatish kerak. To'xtatib, ozgina salqinga oladi. Xohlasa hojatlarini chiqarib olsa, teri ham qurishib qotish oson bo'ladi. 20 minut vaqt ketadi. Otni aytmaysizlar, otni buzib qo'ymaysizlar. Yana keyin davom etasizlar. Ozgina bo'lsa ham yangi ot o'z akalarga zaharli ma'lumot degan ma'noda aytdim. O'sha borcha daraxtga baylasanglar shu ziyon yetib qo'ymasligi mumkin bo'lgan daraxtga baylani. Masalan, o'shani meva daraxtiga baylab qo'ysanglar ziyon yetib qolishi mumkin. Shunga shuni hisobini olasizlar. Stavba yoki bir qantaradigan yaxshi joy bo'lsa, salqin joyga qantarayasizlar. Ko'ziga ham ehtiyot bo'linglar, shoshanba ko'ziga kirib ketmasa shuni hisobini olasizlar. Hozir men sindirib tashladim. Sindirib tashlaganim uchun ot bemalol turibdi. Ma'lumot yoqqan bo'lsa, o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib keting. Mana o'sha tepingani ot siyaman degan. Bitta yozilib olgandan keyin yo'lga tushaverasizlar.